ilgari dunyoda undaq bir ilm-fan peshvosi yashab o'tgan. Cho'qim astoydil. Bu video sizning ushbu qarashingizni gumron qilib etishi mumkin. U ilgari 11 qatim Nobel fizik mukofotini chiroylicha rad qilib o'tgan. Uning erishgan natijalari bizning bugungi turmushimizning har qaysi taraflariga ta'sir ko'rsatyotdi. Lekin mushundaq bir tangdoshsiz talant egasining umri egizpas azg'onlarga to'lgan. Ilm-fan tadqiqot ishlari uchun u umrining oxirigacha to'y qilmagan. Lekin uning ilm-fan tarixidagi o'rni uzun mazgil adil baholarga erisholmadi. U ilgari faqat men xohlasamla yer sharini ikkiga parchalay olmayman degan mashhur so'zni aytgan. U da Nikola Tesla. To'g'ri. Bugun siz yo'llarda ko'ra oladigan Tesla elektromobillarga dal uning qurg'uvchisi Masik Teslani xotirlash uchun shunday ta'lim qo'ygan. Nikola Teslaga nisbatan hamisha nihoyat ko'p talash tortish mavjud. Nurg'un odam Tesla qilgan ishlarni qayta bayqashga urinsimi, lekin hech kim muvaffaqiyat qozona olmadi. Biz faqat tarixning varaqlaridan uningga javob izlay olamiz. 1856-yil 7-oyning 10-kuni Tesla Krodiyadagi bir kichik bozorda dunyoga kelgan. Balliq chog'larida u doim bir qism g'alati kasallarga giribtor bo'ladi. G'alati azoblarga bardoshlik beradi hamda doim xiyoliy sezimli bo'ladi. U ilgari qalbida chaqnab o'tgan ilhomlarni tajriba qila oladi hamda uni yasab chiqa oladi. Bu uning keyingi kashfiyotlariga ul solgan edi. 1884-yili bir qitimli tasodifiy fursatda Tesla Amerikaga boradi hamda bora-bora kishilik hayotning to'g'ri yo'lida mangdi. Necha yillik qitirqinib tadqiq qilishdan keyin u masqadamlik motorini kashf qiladi hamda Kolumbiya ko'rgazmasining yoritish qurilishidan muvaffaqiyatli o'tkazib, ko'pchilikka o'zgarishchan tok iqimining ishonchlikligi va bexatarligini namoyon qiladi hamda keyin kishilar tarafidan elektr davrining otisi deb ta'riflanadi. 1895-yili uning kashfiyot hayoti yuqori pallasi tug'ayotgan mezgilida bir maydon g'alati o'taqti uning butun tajribaxonasini kuydirib kul qilib etadi. Uning yarim umr tadqiq qilgan yurak qini, barliq qimmatli tadqiqot uskunalari va ilm-fan tajriba materiallarining hammasi kuyib hech nima qolmaydi. Teslaning iqtisodiy ig'ir ziyonga uchraydi, lekin bu tuyuqsiz kelgan zarba ostida u yanala ishonchini yo'qotib qo'ymaydi. 1901-yili u Amerikadagi uzun orolda tarixdagi tunji cho'ng tipdagi Tesla katoshkasini qurib chiqib, Atlantik okeanining ikki qirg'og'ini simsiz aloqalashish va simsiz tok ishlatish sharoitiga ega qiladi. Teslaning butun umrida o'zgarishchan tok faqat uning nurg'un muvaffaqiyatlari ichidagi biri xolos. Amdiki mazmun ondan sizning ushqil qarashingizni gumron qilishi mumkin. 1897-yili dunyoga mashhur Niagara suv elektr stansiyasi Teslaning yordami ostida qurilish tamomlaydi. Uning to'kpisini xotirlash uchun kishilar Niagara sharqlatmasidagi bog'chichiga Tesla atamining misaykini turg'izadi. Keng ma'noda aytganda, urush mezgilida intayin muhim bo'lgan simsiz tok, bugungi davrdagi kam bo'lsa bo'lmaydigan telefonda so'zlashish, yo'l boshlash, radio anglatish, ko'kchish qatorliqlarning hammasi Tesla bilan ayirib qarag'il bo'lmaydigan munosabati bor. O'zgarishchan tokning kashf qiluvchisi bo'lish sifati bilan bir yil ichida faqat patent firmaga tayinibla dunyodagi katta boyga aylangani bo'ladi. Lekin u qat'iylik bilan o'zgarishchan tok patentini yirtib tashlaydi hamda jamiyatga haqsiz echaytadi. Ba'zilar u tungus cho'ng portlashini paydo qilgan deydi. Ba'zilar u yer shariga tava emas deydi. Lekin hech kim shuning haqiqiy ahvolini bilmaydi. Bu o'tib ketgan ishlar hammasi oxirida cho'ng tuzan kabi vaqtning choqasida ko'milib qoldi. 1943-yili 1-oyning 7-kuni Tesla Amerika Nyu-Yorkdagi mehmonxonaning 3327 nomerli uyida olamdan o'tadi. Gerçi Tesla bizdan allaqachon ayrilgan bo'lsa-mu, lekin 100 yil burun uni qo'shgan to'kpisi unda sehrga o'xshash yer sharini yo'rtib turdi, tutashtirib turdi. Mana bugun biz yanala bu yo'rqlikdan foydalanib mustahkam holda, qaysar holda oldimizga qarab ilgarilayotimiz.